Har yili O'zbekistonimizda 1-may Favvoralar kuni sifatida nishonlanadi. Bu an'ana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 23-apreldagi Toshkent shahrida favvoralar sayli, yoshlar ommaviy madaniy tadbirlarni tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq amalga oshirilib kelinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ispaniya elchisi Clavijo 1404-yilning sentyabr-noyabr oylarida Amir Temurning Dilkusho bog'ida bo'lganida behad hayratga tushgan. Chunki u yerda ustalik bilan qurilgan favvoralarni u dunyoning hech qayerida uchratmagan edi. Keyinchalik u o'z taassurotlarini quyidagicha bayon etgan. Podsho maxsus qurilgan baland o'rindiqda o'tirar va uning oldida suv tepaga otilib turgan favvora bo'lib, unda qizil olmalar qalqib turardi. Darhaqiqat 14-15 asrlarda yurtimizda urf bo'lgan favvoralar hali Yevropa xalqlari uchun notanish bo'lgan. Qadimiy favvoralarni Alisher Navoiy asarlari va Boburnomaga ishlangan miniatyuralarda ham ko'rish mumkin. O'z davrida favvoralar yoysimon, to'rtburchak shaklda bo'lib, anvonli gullar ularga yanada ko'rkamlik baxsh etgan. Maxsus tayyorlangan sopol quvurlar orqali kelib, otilib chiqqan suv havzalariga tushib, yanada yopiq ariqlar orqali chiqib ketgan. Murakkab muhandis qurilish yechimi asosida barpo etilgan favvoralar ajdodimizning zehni, bunyodkorlik salohiyatini, me'morchilik san'ati naqadar yuksak bo'lganidan dalolatdir. Tarixiy manbalarga ko'ra, Toshkentdagi dastlabki favvora 1890-yilda qurilgan bo'lib, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik katta teatri bilan birga bunyod etilgan. Bugungi kunga kelib ularning soni ortib, maydoni, ko'rinishi, rang-barangligi ham tubdan takomillashgan. Darhaqiqat, favvoralar katta-yu kichik hammaga birdek zavq-shavq ulashadi. Quvonch va